Menga hayotingizning 50 daqiqasini bering. Evaziga men sizga pul psixologiyasida yashiringan, ko'pchilik payqamaydigan muvaffaqiyat kodlarini beraman. Biz 5 ta alohida videoga ketadigan vaqtingizni tejadik. Uzoq nazariyalarni kesib tashladik va darhol amaliyotga o'tamiz. Bu video pul psixologiyasi bo'yicha to'liq xarita. Agar sizga tezkor motivatsiya kerak bo'lsa, bu video siz uchun emas. Lekin agar sizga o'tirib, o'rganib, hayotga tatbiq etadigan jiddiy bilim kerak bo'lsa, to'g'ri joydasiz. Keling, vaqtni cho'zmaymiz. Birinchi va eng muhim qoidadan boshlaymiz. Tasavvur qiling. Bir tarafda Ronald Reid ismli oddiy bir qariya. U umrining 25 yilini mashina tuzatishga, 17 yilini esa pol supurishga bag'ishladi. U juda oddiy, ko'rimsiz kiyimda yurardi, hatto do'stlari uning puli bor yo'qligini bilmasdi. Ikkinchi tarafda esa Richard, Garvard universitetini bitirgan daho. Merrill Lynch bankining eng kuchli rahbarlaridan biri. U shunchalik boy ediki, uyida 2 ta suzish havzasi va shaxsiy lift bor edi. Mantiqan olib qarasak, kim moliyaviy savodxonroq, kim hayotda yutdi? Albatta Richard, to'g'rimi? Lekin Ronald Reid 92 yoshda vafot etganda butun dunyo shokka tushdi. Bu oddiy farroshning yostig'i tagidan emas, bank hisobidan 8 million dollar pul chiqdi. Xuddi o'sha yili esa daho banker Richard hamma narsasidan ayrilib bankrot deb e'lon qilindi. Qanday qilib maktabni zo'rg'a bitirgan farrosh dunyoning eng kuchli moliyachisini dog'da qoldirdi? Bugun siz bilan Morgan Housel'ning Pul psixologiyasi kitobining birinchi qismini ochamiz. Mavzuyimiz hech kim jinni emas. Sizningcha odamlar nima uchun pul bilan g'alati ishlarni qilishadi? Nega ba'zilar oxirgi puliga lotereya sotib oladi? Nega bobomiz pullarni bankka qo'yishga qo'rqib sandiqda saqlaydi? Nega do'stingiz bor pulini qandaydir kriptovalyutaga tikib yuboradi? Siz ularga qarab ahmoq ekan yoki jinni ekan deysiz. Lekin Morgan Housel ajoyib bir haqiqatni aytadi. Pul borasida hech kim jinni emas. Gap shundaki, siz va men dunyoning turlicha ko'ramiz. Masalan, mening avlodim tinchlik davrida o'sgan bo'lsa, inflyatsiya nima ekanligini kitobdan o'qigan. Lekin 1990-yillarda yashagan, bir kechada pullari qadrsizlanib qolgan insonlarchi, ular uchun pulni bankda saqlash bu ahmoqlik. Ular uchun eng ishonchli narsa bu uyda turgan oltin yoki mol, qo'y. Men ularni qaloq deb o'ylashim mumkin. Ular esa meni g'o'r deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida ikkimiz ham haqmiz, chunki biz o'zimiz ko'rgan dunyodan kelib chiqib qaror qabul qilamiz. Keling, faktlarga yuzlanamiz. John Kennedy, AQSh prezidenti shunday degan edi: "Men buyuk depressiya, ya'ni inqiroz nima ekanligini hech qachon tushunmaganman. Mening oilam boy edi. Bizning dasturxonimizda har doim ovqat bo'lgan. Ko'ryapsizmi, hatto prezident bo'lsa ham u oddiy xalqning qo'rquvini his qila olmasdi." Yana bir misol, agar siz 1970-yillarda tug'ilgan bo'lsangiz, o'smirlik davringizda aksiya bozori 10 barobar o'sganini ko'rgansiz. Siz uchun investitsiya bu boy bo'lishning eng oson yo'li. Lekin agar siz 1950-yilda tug'ilgan bo'lsangiz, o'smirlik davringizda bozor bir joyda tepsinib turganini ko'rgansiz. Siz uchun aksiya bozori bu vaqtni behudaga ketkizishdir. Bu ikki inson pul haqida bahslashsa, hech qachon bir-birini tushunmaydi, chunki ularning moliyaviy ko'zoynaklari har xil. Biz hammamiz o'z davrimizning qurbonlarimiz. Biz o'qigan kitoblarimizga emas, balki boshimizdan o'tkazgan qo'rquvlarimizga ishonamiz. Eng og'ir misolga o'tamiz. Statistikaga ko'ra eng ko'p lotereya chiptalarini kim sotib oladi bilasizmi? Boylarmi? Yo'q. Eng ko'p lotereyani favqulodda vaziyat uchun zaxira puli ham bo'lmagan eng kambag'al oilalar sotib oladi. Yiliga ular o'rtacha 400 dollarni lotereyaga sarflaydi. Vaholanki bu pulga ular bolalariga kiyim yoki ovqat olishlari mumkin edi. Siz chetda turib bu mantiqsizlik, ahmoqlik. Shuning uchun ham ular kambag'al deb hukm chiqarishingiz mumkin. Lekin keling, bir daqiqaga ularning o'rniga o'tib ko'ramiz. Morgan Housel kitobda ularning nomidan shunday deydi: "Siz bizning hayotimizni tushunmaysiz. Bizning orzularimiz yo'q. Biz har kuni faqat qornimizni to'ydirishni o'ylaymiz. Biz ta'tilga chiqa olmaymiz, mashina ola olmaymiz. Siz o'rtahol odamlar kelajakka ishonch bilan qaraysiz. Biz esa faqat bugungi kun bilan yashaymiz. O'sha lotereya chiptasi bu bizning yagona umidimiz. O'sha chiptani ushlab turgan bir daqiqa ichida biz o'zimizni xuddi sizdek, xuddi boylardek his qilamiz. Biz shu his uchun pul to'laymiz." Ular to'g'ri qilishyaptimi? Matematik jihatdan yo'q, lekin psixologik jihatdan ular jinni emas. Ular shunchaki umid sotib olishyapti. Xulosa qilib aytganda, birinchi bobning darsi shunday: odamlarning moliyaviy qarorlari ustidan kulmang.
Bizga ahmoqlik bo'lib tuyulgan narsa boshqa birov uchun hayot-mamot masalasi bo'lishi mumkin. Va eng muhimi, o'zingizga savol bering. Siz bugun qilayotgan pul bilan bog'liq qarorlaringiz, ular haqiqatdan ham aqlga asoslanganmi yoki siz ham ota-onangizning qo'rquvlari, yoshligingizdagi yetishmovchiliklar yoki shunchaki jamiyatdagi trendlar asosida ish qilyapsizmi? Dunyoda Bill Gatesni tanimaydigan odam yo'q. Microsoft asoschisi dunyoning eng boy odamlaridan biri. Biz uning muvaffaqiyatiga qarab, u daho. U tinimsiz mehnat qilgan, u kelajakni ko'ra olgan deymiz va bu to'g'ri. Lekin Bill Gatesning muvaffaqiyat tarixida bizga aytilmagan, qorong'ulikda qolib ketgan yana bir ism bor. Uning ismi Kent Evans. U Bill Gatesning eng yaqin do'sti edi. U Bill Gates kabi aqlli, u kabi daho va u kabi kompyuterga qiziqardi. Ular birgalikda Microsoftni qurishlari, birga dunyoni o'zgartirishlari kerak edi. Lekin nega bugun Bill Gatesning ismini hamma biladi-yu, Kent Evansni hech kim eslamaydi? Pul psixologiyasining ikkinchi qismida biz omad va tavakkal haqida gaplashamiz va ishonavering, bu hikoya sizning muvaffaqiyatga bo'lgan qarashlaringizni butunlay o'zgartiradi. Keling 1968-yilga qaytamiz. Bill Gates 13 yoshda edi. U Lakeside nomli maktabda o'qirdi. Bu oddiy maktab emas edi, bu dunyodagi kompyuter o'rnatilgan sanoqli maktablardan biri edi. Faktlarga e'tibor bering. 1968-yilda dunyoda oliy ma'lumotli olimlarning hammasida ham kompyuterga kirish imkoniyati yo'q edi, lekin 13 yoshli Bill Gatesning maktabida kompyuter bor edi. O'sha yili dunyoda Bill Gates tengi 303 million bola bor edi. Ulardan atiga 300 tasi Lakeside maktabiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Bu degani Bill Gatesning o'sha kompyuter qarshisida o'tirish ehtimoli milliondan bir edi. Yillar o'tib Bill Gatesning o'zi shunday deydi: agar Lakeside maktabi bo'lmaganda Microsoft ham bo'lmas edi. Ha, Bill Gates daho edi, ha u mehnatkash edi, lekin tan olishimiz kerak, uning taqdirida milliondan bir bo'lgan omad bor edi. U kerakli vaqtda, kerakli joyda bo'ldi, lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Endi sahnaga ikkinchi daho chiqadi, Kent Evans. U Bill Gatesning sinfdoshi va eng yaqin do'sti edi. Bill Gates intervyularda aytadi, Kent mendan yaxshiroq edi. U lider edi, biz kelajakda biznes qilishga va'da bergandik. Ular bir xil maktabda o'qidi, bir xil kompyuterda ishladi. Ikkalasi ham milliondan bir omadga ega edi, lekin Kent Evans maktabni bitira olmadi. U Microsoft asoschisi bo'la olmadi. Chunki maktabni bitirishdan oldin Kent tog' chang'isi mashg'ulotlarida ishtirok etayotib, baxtsiz hodisa tufayli vafot etdi. Endi yana statistikaga qaraymiz. O'sha yili AQShda millionlab o'quvchilar tog'ga chiqardi. Tog'da halok bo'lish ehtimoli taxminan milliondan bir edi. Taqdirning hazilini ko'ryapsizmi? Bill Gates muvaffaqiyat qozonish uchun milliondan bir omadga duch keldi. Kent Evans esa vafot etish uchun milliondan bir xavfga duch keldi. Bir xil aql, bir xil mehnat, bir xil orzular, lekin ikki xil taqdir. Morgan Housel ikkinchi bobda shunday deydi: omad va xavf bu egizaklardir. Ular bir narsaning ikki xil ko'rinishi. Hayotdagi hamma narsa ham sizning harakatlaringizga bog'liq emas. Biz odatda muvaffaqiyatli insonlarni ko'rganda ularni ko'klarga ko'taramiz. Ular bunga loyiq chunki ular aqlli deymiz. Muvaffaqiyatsiz insonlarni esa qoralaymiz. Ular dangasa, shuning uchun kambag'al deymiz. Lekin Kent Evans dangasa edimi? Yo'q. Agar o'sha mash'um voqea bo'lmaganda, balki bugun biz Bill Gates bilan birga Kent Evans ismini ham eshitgan bo'lardik. Balki Microsoft emas, Evans Soft bo'lardi. Biz muvaffaqiyatni o'lchaganimizda omad faktorini unutib qo'yamiz. Biz mag'lubiyatni o'lchaganimizda esa xavf faktorini inkor etamiz. Xo'sh, bu hikoyadan qanday xulosa chiqaramiz? Muvaffaqiyatingizga qarab kibrlanmang, balki siz shunchaki Lakeside maktabiga tushib qolgandirsiz va boshqalarning mag'lubiyatiga qarab ularga hukm qilmang. Balki ular xuddi Kent Evans kabi siz duch kelmagan ko'rinmas toshga qoqilgandirlar. Pul psixologiyasi bu faqat pul haqida emas, bu kamtarlik haqida. Dunyoda siz boshqara olmaydigan kuchlar borligini tan olish haqida. 3-bob. Rajat Gupta oddiy odam emas edi, u afsona edi. Hindistonlik Kalkutta shahrida yetim bo'lib o'sgan bu bola o'z mehnati bilan Garvard universitetiga kirdi va dunyoning eng nufuzli kompaniyalaridan birida rahbarga aylandi. 40 yoshida u hamma narsaga erishgandi: obro', hokimiyat va $100 million boylik. U Bill Gates va Bill Clinton bilan bir davrada o'tirardi. U BMT va Jahon iqtisodiyot forumining maslahatchisi edi. U o'z hayotida o'yinni yutgan inson edi. Unga boshqa hech narsa kerak emasdek tuyulardi, lekin 2012-yilda bu buyuk inson qamoqxona kamerasida o'tirardi. Uning obro'si bir tiyin bo'ldi. Uning karyerasi yakunlandi. Nega? Nima uchun $100 million bor odam o'zini jarga qulatdi? Pul psixologiyasining 3 va eng og'ir darsini o'rganamiz.
Rajat Guptaning muammosi pulda emas edi. Uning muammosi kimga havas qilishda edi. U millioner edi, $100 million pulga ega. Lekin u milliarderlar davrasida yurar edi. U Warren Buffett kabi insonni ko'rardi va o'zini kambag'al his qilardi. Inson psixologiyasining eng katta dushmani bu ijtimoiy taqqoslash. Sizda Nexia bor, siz baxtlisiz, lekin qo'shningiz Malibu olganda birdaniga sizning Nexiangiz ko'zingizga xunuk ko'rina boshlaydi. Rajat Gupta milliarder bo'lishni xohlayotdi. Unga shunchaki boy bo'lish yetmasdi. U shunday dedi: "Men shu milliarderlar klubiga kirishim kerak." Ha, aynan shu yana ozgina degan ochko'zlik uni jinoyatga yetakladi. 2008-yil inqiroz avjida. Rajat Gupta Goldman Sachs bankining direktorlar kengashi a'zosi edi. 23-sentyabr kuni soat 15:00 da yopiq majlis bo'ldi. Ular Warren Buffett banki $5 milliard sarmoya kiritmoqchi ekanligini aytishdi. Bu maxfiy xabar edi. Bu xabar chiqishi bilan bank aksiyalari osmonga uchishi aniq edi. Qonun bo'yicha bu sirni saqlash kerak, lekin Rajat Gupta nima qildi? Majlis tugashi bilan oradan bor yo'g'i 16 soniya o'tib, u o'zining do'sti Rajaratnamga telefon qildi. U do'stiga sirni sotdi. Do'sti darhol aksiyalar sotib oldi. Bir necha soat ichida ular $17 million foyda ko'rishdi. Rajat Gupta o'z ulushini oldi. U milliarderlar klubiga bir qadam yaqinlashdim deb o'yladi. Keling, hisob kitob qilamiz. Rajat Guptaning $100 million bor edi. U puliga istagan narsasini sotib olishi, istagan joyida dam olishi mumkin edi. U erkin edi, lekin u o'ziga kerak bo'lmagan, ya'ni bir necha million dollar uchun o'ziga juda kerakli bo'lgan obro', erkinlik, oila hammasini tikdi. Warren Buffett bu vaziyatni shunday tasvirlaydi. O'zingga kerak bo'lmagan narsani olish uchun o'zingga muhtoj bo'lgan narsani xavf ostiga qo'yish bu ahmoqlikdir. Bu shunchaki xato emas, bu mantiqsizlikdir. Rajat Gupta qamaldi. Uning oilasi sharmanda bo'ldi. Uning butun umrlik mehnati, yetim boladan katta bir kompaniya rahbarigacha bo'lgan hikoyasi bir tenga aylandi. Nima uchun? Yana ozgina ko'proq olish uchun. 3-bobning darsi shunday. Boylikning eng qiyin qismi bu daromadni ko'paytirish emas, boylikning eng qiyin qismi bu darvoza ustullarini joyida ushlab qolishdir. Agar siz menga shu yetarli deya olmasangiz, siz hech qachon boy bo'la olmaysiz. Chunki dunyoda sizdan boyroq odam doim topiladi. Agar siz doim ko'prog'ini quvaversangiz, xuddi kazinodagi o'yinchi kabi oxiri hammasini yutqizasiz. Yetarli bu kam degani emas. Yetarli bu ochko'zlik, seni boshqarishga yo'l qo'ymaslik degani. Tasavvur qiling, sizga bir jumboq berildi. Dunyoning eng boy odamlaridan biri Warren Buffett o'z boyligining 90% ni qachon to'plagan? 20 yoshdami, 40 yoshdami? Javob sizni hayratda qoldirishi aniq. U bu boylikni 65 yoshdan keyin, ya'ni hamma nafaqaga chiqadigan yoshda qo'lga kiritgan. Biz doim boy bo'lish uchun qandaydir sehrli aksiya yoki juda aqlli bo'lish kerak deb o'ylaymiz, lekin aslida boylikning eng katta siri bu matematika emas, bu sabr. Bugun biz Morgan Housel'ning Pul psixologiyasi kitobidagi eng muhim boblardan biri haqida gaplashamiz. Keling, puldan biroz uzoqlashib tabiatga qaraymiz. Muzlik davri qanday boshlanganini bilasizmi? Ko'pchilik buni dahshatli sovuq qishdan boshlanadi deb o'ylaydi, lekin adashishadi. Muzlik davri biroz salqin kelgan yozdan boshlanadi. Qarang, yozda qorlar oxirigacha erib ketmaydi. Keyingi qishda o'sha erimagan qor ustiga yangisi tushadi. Kelasi yili qatlam yanada qalinlashadi. Shunday qilib, ming yillar davomida kichik bir erimagan qor butun yer yuzini muzliklarga aylantirgan. Murakkab foiz ham xuddi shunday. Bu kichik natijalarni yillar davomida bir-birining ustiga taxlashdir. Warren Buffett 10 yoshidan pul yig'ishni boshlagan. 30 yoshida uning $1 million puli bor edi. Endi mantiqan o'ylang, agar u 30 yoshida boshlab 60 yoshida to'xtatganida nima bo'lardi? Uning boyligi hozirgidek $84 milliard bo'lmas edi. Uning haqiqiy muvaffaqiyati aqlida emas, u 75 yil davomida to'xtamasdan investitsiya qilgan edi. Bizning miyamiz 10 barobar 10 teng 20 deb o'ylashga o'rgangan. Lekin pul dunyosida 10 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 10 qoidasi ishlaydi. Dunyoda Jim Simon ismli matematik bor. U yiliga o'rtacha 66% foyda ko'radi. Warren Buffett esa yiliga 22% foyda ko'radi xolos. Xo'sh, nega Simon Buffettdan boy emas? Chunki Simon o'z yo'lini 50 yoshida topgan. Uning puli ko'payishi uchun vaqt kam bo'lgan. Boylik formulasi shunday: yaxshi natija qo'shilgan uzoq vaqt barobar aql bovar qilmaydigan davlat. Sizga eng katta foyda beradigan yo'l shart emas, sizga eng uzoq davom etadigan yo'l kerak. Muammo shundaki, murakkab foiz intuitiv emas. Agar men sizga
8 ni 8 ga 9 marta ko'paytir, necha bo'ladi deb so'rasam boshingiz qotadi. Javob 134.217.728. Biz darhol natija kutamiz. Pulimiz 1 yilda 2 barobar bo'lmasa tushkunlikka tushamiz, lekin boylikning eng katta o'sishi har doim oxirgi yillarda sodir bo'ladi. Investitsiyada eng muhimi eng yuqori foydani topish emas, balki to'xtab qolmaslik. Xulosa shuki, eng yaxshi investor bu eng sabrli investor. Siz millioner bo'lishingiz uchun daho bo'lishingiz shart emas. Sizga shunchaki o'rtacha daromad va juda ko'p vaqt kerak. Endi boy bo'lishdan ham qiyinroq narsa. Boylikni qanday qilib saqlab qolish haqida gaplashamiz. Sizningcha boylik uchun sabr muhimmi yoki omad? Fikringizni izohlarda qoldiring. Boy bo'lish uchun sizga nima kerak? Tavakkal qilish, optimizm va harakat. Lekin boy bo'lib qolish uchunchi? Buning uchun sizga mutlaqo teskari narsalar, kamtarlik, ehtiyotkorlik va biroz qo'rquv kerak bo'ladi. Ko'pchilik boylikka erishadi, lekin juda kam odam uni saqlab qoladi. Bugun biz tarixdagi eng hayratlanarli voqealardan biri. Bir kunda dunyoning eng boy odamiga aylangan va keyinchalik hamma narsasini yo'qotgan inson haqida gaplashamiz. 1929-yil Amerika iqtisodiyoti quladi. Odamlar derazalardan o'zini tashlar, millionerlar bir kechada qashshoqqa aylanar edi. Jesse Livermore ismli trader esa o'sha kuni uyiga kelsaki, xotini yig'lab o'tiribdi. Ular hozir ko'chada qolamiz deb o'ylashgan edi. Lekin Jesse xotiniga qarab, "Yo'q azizam, bugun men hayotimdagi eng ko'p pulni topdim" dedi. U bir kunda o'sha davr kursi bilan $100 million, bugungi kunda bir necha milliard ishlab topgan edi. Lekin oradan atiga 4 yil o'tib, Jesse hammasini yo'qotdi. Nega? Chunki u boy bo'lishni bilar edi, lekin boy bo'lib qolishni bilmas edi. U tavakkal qilishdan to'xtay olmadi. Hamma Warren Buffett va Charlie'ni taniydi, lekin oralarida 3-sherik ham bo'lganki, ko'pchilik bilmaydi. Uning ismi Rick. Rick ham Buffett kabi aqlli edi, u ham aksiyalarni juda yaxshi tushunardi, lekin bir farqi bor edi. Rick shoshar edi, u tezroq boyib ketishni xohlardi. 1970-yillarda bozor pastga qulaganda, Rick qarzga olingan pullar bilan savdo qilayotgan edi. Natijada u hamma narsasini yo'qotdi va o'z aksiyalarini Warren Buffettga arzimas narxga sotishga majbur bo'ldi. Warren Buffett daho bo'lgani uchun emas, balki shunchaki omon qolgani uchun boy bo'lib qoldi. U hech qachon shoshmadi, hech qachon hammasini tikib yubormadi. Xulosa shuki, pul dunyosida eng muhim narsa bu omon qolish. Agar siz boy bo'lib, keyin hammasini yo'qotsangiz, sizning o'sha muvaffaqiyatingizdan hech qanday ma'no qolmaydi. Boylikni saqlab qolish uchun sizga omon qoluvchi mentaliteti kerak. Bu nima degani? Bu har doim kutilmagan yomon kunlarga tayyor turish, hech qachon bor pulingizni bitta joyga tikmaslik, har doim nima noto'g'ri ketishi mumkin deb o'ylash. Pulingiz murakkab foiz yordamida ko'payishi uchun sizga yillar kerak. O'sha yillar davomida o'yindan chiqib ketmasangiz eng katta foyda olishni emas, balki eng uzoq vaqt omon qolishni reja qiling. Boy bo'lish bu bir marta omad kulib yoki qattiq mehnat qilish natijasi bo'lishi mumkin, lekin boy bo'lib qolish bu xarakter va intizom masalasidir. Esingizda bo'lsin. Bozorda eng aqllilar emas, balki eng ehtiyotkorlar g'alaba qozonadi. Chunki o'yinda qolgan odamgina g'olib bo'la oladi. Sizchi? Siz boylikka erishish haqida ko'proq o'ylaysizmi yoki uni qanday saqlab qolish haqidami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Tasavvur qiling, siz investitsiya qilyapsiz yoki biznes boshladingiz. Agar 10 ta qaroringizdan 9 tasi xato bo'lsa, o'zingizni qanday his qilasiz? Ehtimol omadsizman deb o'ylarsiz, lekin haqiqat shundaki, dunyodagi eng boy insonlar ham vaqtining 90% da adashishadi. Bugun biz boylik dunyosidagi eng g'alati qoida, tail events haqida gaplashamiz. Bu qoida shuni aytadiki, sizning hayotingizdagi hamma narsa emas, balki juda kamdan kam sodir bo'ladigan birgina qaroringiz sizni millioner qilishi mumkin. 20-asrning eng boy san'at kolleksionerlaridan biri Hansdan so'rashdi: qanday qilib shunchalik ko'p durdonalarni to'plashga ulgurdingiz? Sizda kelajakni ko'rish qobiliyati bormi? Uning javobi oddiy edi: yo'q, men shunchaki hamma narsani sotib oldim. Hans minglab rasmlarni sotib olgan, ularning 99% oddiy, hech qanday qiymatga ega bo'lmagan asarlar edi, lekin u sotib olgan asarlar orasida bir nechta Picasso va Matisse asarlari bor edi. Aynan o'sha barmoq bilan sanarli durdonalar unga milliardlar olib keldi. Investitsiya ham shunday, biznes ham shunday. Siz 50 ta aksiyaga pul tikishingiz mumkin, bir nechta bizneslarni boshlashingiz mumkin. Ularning 40 tasi zarar keltirishi yoki joyida turishi mumkin.
mumkin, lekin oradagi bitta, ikkita durdona sizning barcha zararlaringizni qoplab, sizni boy qiladi. Walt Disney nomi hozirda milliard dollarlik imperiya ramzi. 1930-yillarda u bankrotlik yoqasida edi. Disney yuzlab qisqa metrajli multfilmlar ishlagan, lekin ularning deyarli hammasi zarar keltirgan. Qarzlari ko'payib, studiyasi yopilish arafasida qolganida, u bir tavakkalga qo'l urdi. U hamma narsasini Oppo'g'oy va 7 Gnom multfilmiga tikdi. Agar bu multfilm ham muvaffaqiyatsiz bo'lganida, bugun Disneyni bilmasdik. Natija nima bo'ldi? Oppo'g'oy birinchi 6 oyning o'zida 8 million dollar, bugungi kursda yarim milliard foyda keltirdi. Disneyning avvalgi Tourista multfilmi keltira olmagan foydani bittagina Tail Event, ya'ni kamdan kam uchraydigan muvaffaqiyat keltirdi. Keling, zamonaviy biznesga qaraymiz. Venture kapitalistlari, ya'ni yosh startaplarga pul tikuvchilar qanday ishlashini bilasizmi? Ular 100 ta startapga pul tikishsa, ularning 66 tasi butunlay yo'q bo'lib ketadi. 30 tasi o'zini zo'rg'a eplaydi va faqatgina bittasi yangi Google yoki Facebook bo'lib chiqadi. Aynan o'sha bittagina startap qolgan 99 tasining zararidan ko'ra 100 barobar ko'proq foyda beradi. Agar siz 10 ta investitsiya qilsangiz yoki biznes boshlasangiz, 5 tasi zarar keltirsa, bu sizning yomon investor yoki biznesmen ekanligingizni anglatmaydi. Muhimi o'sha 10 tadan bittasi sizga 100 barobar foyda berishidir. Xulosa shuki, moliyaviy muvaffaqiyat bu har doim haq bo'lish degani emas. Bu ko'p marta adashish, lekin bir marta juda katta hajmda haq bo'lishdir. Agar siz biror ishda yutqazayotgan bo'lsangiz, tushkunlikka tushmang. Balki bu sizning o'sha bittagina durdonaga olib boradigan yo'ldir. Sizcha, siz hayotingizni shunday hal qiluvchi voqeaga duch kelganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Xo'sh, tasavvur qiling, siz kamdan kam uchraydigan muvaffaqiyatga erishdingiz. Shu orqali o'sha kutilgan boylikka erishdingiz. Endi nima bo'ladi? Yangi mashina, kattaroq uy. Morgan Housel aytadi, pulning asl qiymati sizga narsa sotib olish imkonini berishda emas, asl boylik bizga to'laydigan eng oliy mukofot bu erkinlik. Keyingi videoda biz nima uchun eng boy odamlar ham o'zini baxtsiz his qilishi va nima uchun vaqtingizni nazorat qila olish har qanday oylikdan ko'ra muhimroq ekanligi haqida gaplashamiz. Pul sizni erkin qilyaptimi yoki vaqt quliga aylantiryaptimi? Buni keyingi qismda 7-bobda bilib olasiz. Sahifalardan uzoqlashmang, eng muhim darslar hali oldinda. Tasavvur qiling, sizda dunyoning hamma puli bor. Eng qimmat mashinalar, hashamatli uylar, lekin birgina narsa sizga tegishli emas: vaqtingiz. Siz hali ham ertalab soat 6 da o'sha nafratlangan budilnik ovozi bilan uyg'onishga majbursiz. Siz hali ham yoqtirmagan odamlaringiz bilan majburlikdan ko'rishasiz. Agar bunday bo'lsa, siz haqiqatdan ham boymisiz? Bugun biz Morgan Houselning Pul psixologiyasi kitobining eng muhim bobi, erkinlik haqida gaplashamiz. Ko'pchilik pulni narsa sotib olish uchun yig'adi, lekin pulning eng katta qiymati bu narsa emas, bu imkoniyat. Morgan Housel aytadi, pulning eng yuqori shakli bu sizga har kuni ertalab uyg'onib, men xohlagan ishimni qila olaman deyish imkonini berishdir. Siz 100 ming dollar yig'sangiz, bu shunchaki raqam emas. Bu agar ishda boshlig'ingiz sizga baqirsa, qo'rqmasdan ishdan bo'shash imkoniyati. Bu kasallik bo'lib qolsangiz, pul haqida qayg'urmasdan davolanish imkoniyati. Bu erkinlikning kichik bir bo'lagidir. Qiziq bir fakt. Hozirgi insonlar 1950-yildagi ajdodlarimizdan bir necha barobar boyroq yashaydi. Uylarimiz kattaroq, mashinalarimiz tezroq, lekin tadqiqotlar shuni aytadiki, biz baxtliroq emasmiz. Nega? Chunki biz vaqt ustidan nazoratni yo'qotdik. Ilgari ish zavodda yoki dalada tugardi. Hozir esa telefoningizdagi bildirishnomalar tufayli ish sizni yotoqxonangizgacha ta'qib qiladi. Keling, ikki kishini solishtiramiz. Birinchisi oyiga 20 ming dollar topadi, lekin dam olish kuni ham mijozlarga javob berishi shart. Ikkinchisi oyiga 2 ming dollar topadi, lekin u xohlagan paytda farzandlari bilan sayrga chiqa oladi. Kim boyroq? Psixologik nuqtai nazardan ikkinchisi, chunki baxtning eng katta dushmani bu hayotingizni nazorat qila olmaslik hissi. Pul sizga ana shu nazoratni qaytarib berish uchun kerak. Xulosa shuki, eng qimmat mashina yoki soat sizga vaqt ustidan nazorat bera olmaydi. Investitsiya qilishdan maqsad ko'proq narsa sotib olish emas, balki vaqtni sotib olish bo'lishi kerak. Sizcha, siz uchun boylik nima? Qimmatbaho buyumlarmi yoki xohlagan paytda xohlagan ishingizni qilish erkinligimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'chada 100 ming dollarlik mashinada ketayotgan odamni ko'rsangiz nima deb o'ylaysiz? U juda ham boy bo'lsa kerak,
demak shundaymi? Aslida esa biz u haqida faqatgina bitta aniq narsani bilamiz. Uning boyligi mashina sotib olguniga qadar bo'lganidan $100,000 kamaydi. Bugun biz ko'pchilikni chalg'itadigan tushuncha boy ko'rinish va haqiqiy boylik o'rtasidagi farqni ochib beramiz. Morgan Housel'ning bu bobdagi fikrlari sizning qimmatbaho buyumlarga bo'lgan munosabatingizni butunlay o'zgartiradi. Tayyor bo'lsangiz sahifalabning navbatdagi sahifasini ochamiz. Bu qiziq paradoks. Siz boshqalarda taassurot qoldirish uchun qimmat mashina haydaysiz. Sizningcha odamlar bu odam naqadar aqlli va muvaffaqiyatli deb o'ylashadi. Lekin haqiqatda hech kim sizga qaramaydi. Ular mashinaga qarab, o'zlarini o'sha mashina ichida tasavvur qilishadi. Ular sizni emas, o'zlarining xayoliy muvaffaqiyatini ko'rishadi. Siz shunchaki boshqalarning orzulari uchun vizual obyekt bo'lib xizmat qilasiz, xolos. Sizning mashinangiz sizga kutilgan hurmatni olib kelmaydi. Hurmatni faqat xarakter, kamtarlik va intizom bilan sotib olish mumkin. Keling terminallarni aniqlashtirib olaylik. Hashamatli hayot bu hozirgi daromadingizni vizual ko'rinishi, bu katta uylar, qimmat soatlar va sayohatlar. Uni ko'rish oson. Boylik esa ko'rinmasdir. Boylik bu sotib olinmagan mashina, bu taqilmagan olmos uzuk, bu bankda turgan va hali sarflanmagan puldir. Boylikning qiymati bu uning sizga beradigan imkoniyatlaridadir. Boy bo'lish nima uchun qiyin? Chunki bizni o'rab turgan dunyo bizni sarflashga majburlaydi. Biz boshqalarning qancha pul yig'ayotganini ko'rmaymiz, lekin ularning nima sotib olayotganini har soniyada Instagramda ko'rib turamiz. Biz muvaffaqiyat modelini xato tanlaymiz. Agar kishi qimmat uyi bo'lsa, biz uni boy deb hisoblaymiz, lekin boylik bu sarflanmagan ekanligini unutamiz. Morgan Housel aytganidek, siz sarflagan pulingiz miqdorida emas, saqlab qolgan pulingiz miqdorida boysiz. Haqiqiy boylik bu intizom mevasidir. Bu bugungi kichik zarardan ertangi ulkan erkinlik uchun voz kecha olishdir. Boylik bu sizga kelajakda tanlash imkoniyatini beradigan moliyaviy zaxiradir. Bu ishingiz yoqmaganda iste'foga chiqish yoki kutilmagan imkoniyat paydo bo'lganida uni qo'ldan boy bermaslik qudratidir. Xulosa shuki, dunyoga boyligingizni ko'rsatishga urinmang, chunki bu boylikni yo'qotishning eng qisqa yo'lidir. Haqiqiy boylik bu siz ko'rsatmaydigan, lekin sizga har kuni xotirjamlik beradigan narsadir. Sizcha, siz uchun boylik nima? Atrofdagilarning havas to'la nigohlarimi yoki bankdagi ko'rinmas erkinlikmi? Izohlarda fikringizni qoldiring. Ko'pchilikdan nima uchun pul yig'yapsiz deb so'rasangiz, odatda yangi uy olish uchun, mashina sotib olish uchun yoki sayohat uchun degan javoblarni eshitasiz. Ya'ni biz pulni faqat biror narsa sotib olish uchun yig'amiz deb o'ylaymiz. Lekin Morgan Housel bu bobda hayratlanarli bir fikrni ilgari suradi. Pul yig'ish uchun sizga biror bir sabab kerak emas. Bugun biz nima uchun tejamkorlik bu daromad miqdori emas, balki insonning nafsi bilan bog'liqligi va nima uchun shunchaki pul yig'ish sizning kelajakdagi eng katta g'alabangiz bo'lishi haqida gaplashamiz. Boylikni yaratish uchun faqat 3 ta yo'l bor. Yuqori daromad, muvaffaqiyatli investitsiya yoki biznes va tejamkorlik. Birinchisi, daromadni oshirish har doim ham sizga bog'liq emas. Ikkinchisi, investitsiya va biznes bozori o'ta injiq va xavfli bo'lishi mumkin. Lekin uchinchisi, tejamkorlik butunlay sizning nazoratingizda. Boylik bu sizning daromadingizdan nafsingizni ayirganingizga teng. Siz oyiga $5,000 topib, $5,000 sarflashingiz mumkin yoki $1,000 topib, $200 saqlab qolishingiz mumkin. Moliyaviy jihatdan ikkinchi odam birinchisidan ko'ra boyroq, chunki boylik bu sarflanmagan imkoniyatdir. Nega tejamkorlik shunchalik qiyin? Chunki biz pulni ko'pincha ehtiyojlarimiz uchun emas, balki boshqalar manaman deydigan statusimizni ko'rsatish uchun sarflaymiz. Morgan Housel aytadi, sizning tejamkorligingiz bu sizning daromadingiz va kamtarligingiz o'rtasidagi farqdir. Tejamkor bo'lish uchun ko'proq topish shart emas, shunchaki kamroq ko'rsatish kifoya. Agar siz boshqalar nima deb o'ylashi haqida qayg'urishni to'xtatsangiz, xarajatlaringiz o'z-o'zidan kamayishini ko'rasiz. Erkinlik aynan mana shu nuqtadan boshlanadi. Dunyo kutilmagan hodisalarga boy. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Ishdan bo'shash, kasallik yoki to'satdan paydo bo'lgan ulkan imkoniyat. Agar siz faqat uy olish uchun pul yig'sangiz va kutilmagan muammo chiqsa, rejangiz barbod bo'ladi. Lekin shunchaki pul yig'sangiz, siz o'zingiz uchun vaqt va tanlov imkoniyatini sotib olgan bo'lasiz. Bu pul sizga dunyoning eng qimmat dividendini beradi. Men nima xohlasam, shuni xohlagan paytimda, xohlagan odamim bilan qila olaman.
Bugungi dunyoda aqlli bo'lishning o'zi yetarli emas. Hozirgi raqobatda eng asosiysi moslashuvchanlik. Agar sizning zaxira pulingiz bo'lsa, siz bozor pastga tushganda vahimaga tushmaysiz. Siz o'zingiz yoqtirmagan ishda 10 yillab qolib ketmaysiz. Tejamkorlik sizga yo'q deyish huquqini beradi. Bu huquq esa sizni ko'plab aqlli, lekin qarzga botgan insonlardan ko'ra ustunroq qiladi. Xulosa shuki, tejamkorlik bu shunchaki pulni bankda saqlash emas. Bu o'z ustingizdan, o'z vaqtingizdan va kelajagingizdan nazoratga ega bo'lishdir. Pul yig'ish uchun maqsad kutib o'tirmang. Bugunoq oz bo'lsa-da kelajagingiz uchun shunchaki pul olib qo'yishni boshlang. Sizchi? Siz pul yig'ish uchun albatta biror narsa sotib olishingiz shart deb o'ylaysizmi? Yoki shunchaki erkinlik uchun ham tejash mumkinmi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Ushbu video sizni dunyo qarashingizni ozgina bo'lsa ham o'zgartira olgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ulashing. Keyingi darsda ratsionallik va mantiq haqida gaplashamiz. Sahifa ochiq, bilimlar esa hali oldinda. Tasavvur qiling, sizga dunyodagi eng qimmat mashinani sovg'a qilishdi. Kalitini qo'lingizga tutqazishdi va bu senga bepul deyishdi. Siz xursandsiz, lekin bir haftadan keyin tushunib yetasiz. Bu mashinaning sug'urtasi, solig'i, benzini va servisi sizning 1 yillik daromadingizdan ko'p ekan. Mashina tekin edi, lekin unga egalik qilishning narxi juda qimmat bo'lib chiqdi. Afsuski, ko'pchilik moliya olamiga aynan mana shu tekin mashina ilinjida kirib keladi. Ular boylikni tekin sovg'a deb o'ylashadi, lekin Morgan Housel bizga bir darsni o'rgatadi. Dunyoda hech narsa bepul emas. Agar narx yorlig'i ko'rinmayotgan bo'lsa, demak narx bu sizning o'zingiz. Deylik, siz biror bir biznesga yoki aksiyaga pul tikdingiz. Siz 100% foyda olishni kutayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin oradan bir oy o'tib bozorda tushish bo'ldi va sizning pulingiz 20% ga kamaydi. Shu daqiqada siz nimani his qilasiz? Yurak urishining tezlashishi, kechasi uxlolmaslik, xato qildimmi degan shubha. Mana shu investitsiyaning haqiqiy narxidir. Ko'pchilik buni jarima deb o'ylaydi. Ya'ni xato qilganim uchun jazolanyapman deb hisoblaydi. Lekin bu jarima emas, bu xizmat haqqi. Muvaffaqiyatli investor bo'lish uchun siz mana shu noaniqlik va qo'rquv narxini to'lashingiz shart. Agar bu narxni to'lashni xohlamasangiz, demak sizga muvaffaqiyat ham berilmaydi. Keling, buni oddiyroq tushuntiraman. Agar siz mashinani noto'g'ri joyga qo'ysangiz va jarima to'lasangiz, bu siz xato qilganingizni anglatadi. Siz o'zingizni aybdor his qilasiz, lekin agar siz Disneylandga kirish uchun chipta sotib olsangiz, bu jarima emas-ku. Siz u yerda zavq va o'yinlar uchun haq to'ladingiz. Investitsiyadagi tushish ham xuddi shunday. Bu bozordagi xatolaringiz uchun jazo emas. Bu kelajakdagi katta foyda uchun to'lanadi degan kirish chiptasi. Ko'pchilik investorlar bu narxni to'lashdan qochishadi. Ular sehrli yo'llarni izlashadi. Tushish bo'lishidan oldin sotib yuborishni va ko'tarilishdan oldin qayta olishni xohlashadi. Lekin bu xuddi Disneylandga devordan oshib, tekinga kirishga urinishdek gap. Oxir-oqibat qorovul sizni ushlab oladi va siz hammasidan ayrilasiz. Biz avvalgi darslarimizda fond bozorini tayyor biznesga sheriklik deb o'rgangan edik. Endi o'ylab ko'ring. Agar siz biror do'kon ochsangiz, hamma kunlar ham foyda bilan tugamaydi-ku. Ba'zi kunlar mijoz kelmaydi, ba'zi kunlar mahsulot buziladi. Bu biznesning narxi. Siz buni qabul qilasiz. Nega unda fond bozorida narx tushganda vahimaga tushamiz? Chunki biz uni raqam deb o'ylaymiz. Yo'q, bu real iqtisodiyot. Agar siz buyuk kompaniyalarning foydasiga sherik bo'lishni istasangiz, ularning qiyin kunlarida his-tuyg'u solig'ini to'lashga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Xulosa shuki, moliya olamida tekin tushlik yo'q. Muvaffaqiyatli investitsiya strategiyasi bu eng ko'p foyda beradigan reja emas, balki siz narxini to'lashga rozi bo'lgan rejadir. Agar siz 10-20% lik tushishlarni xotirjam qabul qila olsangiz, demak siz chiptani sotib oldingiz. Demak, boylik mana shu sabr va ruhiy chidamlilik uchun beriladigan mukofotdir. Sizchi, siz boylik uchun qaysi narxni to'lashga tayyorsiz? Vaqtingiznimi? Nafsingiznimi? Yoki kechki xotirjamligingiznimi? Izohlarda yozib qoldiring. Eslaysizmi? 10 yoshingizda kim bo'lmoqchi edingiz? Kosmonavtmi? O't o'chiruvchimi? Endi hozirgi holatingizga qarang. Ehtimol siz moliya sohasidasiz yoki biznes bilan shug'ullanyapsiz. Inson hayoti davomida o'rtacha har 10 yilda butunlay boshqa odamga aylanadi. Uzoq muddatli moliya rejalari tuzishdagi eng katta xato bu bizning hozirgi menimiz, kelajakdagi menimiz uchun qaror qabul qilishidir. Biz 20 yillik reja tuzamiz, lekin 5 yildan keyin nimalarni xohlashimizni bilmaymiz. Psixologlar aniqlashicha, odamlar o'tmishda qanchalik o'zgarganliklarini yaxshi tushunishadi, lekin kelajakda ham shuncha
bunchalik o'zgarishlarini tasavvur qila olishmaydi. Biz endi men to'liq shakllandim, qarashlarim o'zgarmaydi deb o'ylaymiz. Bu illyuziya. Siz bugun men hech qachon uylanmayman yoki menga katta uy kerak emas deb moliya rejangizni shunga moslab tuzishingiz mumkin. Lekin 10 yildan keyin oilangiz bilan keng hovlida yashashni xohlab qolsangiz, hozirgi rejangiz sizni qamoqqa tiqib qo'yadi. Morgan Housel ogohlantiradi. Juda kamtarona yashab, bor pulini yig'ish yoki borini sarflab yuborish har ikkisi ham xato. Har yili o'rta darajada tejash, har yili o'rta darajada dam olish va har yili o'rta darajada xayriya qilish, shunda hayotingizning istalgan nuqtasida men noto'g'ri yashadim degan afsus bo'lmaydi. Siz 4 yil moliya sohasida o'qigan bo'lishingiz mumkin, lekin hozir sizga dasturlash ko'proq zavq beryapti. Shuncha yilim ketdi-ku deb o'zingiz yoqtirmagan ishda qolish bu xato. O'tmishdagi men qabul qilgan qaror uchun hozirgi men umrbod jazolanishi shart emas. Agar investitsiya strategiyangiz endi ish bermayotganini tushunsangiz, unda voz kechishga qo'rqmang. O'tmishdagi xatolarni tan olish bu boyishning bir qismidir. Uzoq muddatli reja tuzayotganda o'zimizga men o'zgarishim mumkin degan huquqni qoldiring. Moliyaviy erkinlik bu faqat ko'p pul emas, bu o'zingiz xohlagan paytda xohlagan ishingizni qilish huquqidir. Sizchi 5 yil oldingi orzularingiz hozir ham o'z kuchidami? Izohlarda sirlashamiz. Tasavvur qiling, siz yangi shahar bo'ylab mashina haydayapsiz, lekin sizning old oynangiz butunlay qop-qora bo'yoq bilan bo'yalgan. Siz faqat orqani ko'rsatuvchi ko'zguga qarab harakat qilyapsiz. Mantiqsiz tuyuldimi? Lekin ko'pchiligimiz investitsiya va biznes qilishda aynan shunday yo'l tutamiz. Biz o'tmishdagi grafiklar va o'tgan yilgi daromadlar va tarixdagi inqirozlarni o'rganamizda, kelajakda ham hamma narsa shunday bo'ladi deb o'ylaymiz. Bugun biz nega tarixdagi eng yomon vaziyat aslida biz tayyor bo'lishimiz kerak bo'lgan eng minimal xavf ekanini va kutilmagan hodisalar dunyoni qanday boshqarishini ko'rib chiqamiz. Stanford professori Scott Sagan shunday deydi: ilgari hech qachon sodir bo'lmagan hodisalar doim sodir bo'lib turadi. 11-sentyabr voqealari, 2008-yilgi global inqiroz yoki yaqindagi pandemiya. Bu voqealarning hech biri o'sha paytgacha bo'lgan tarixiy kitoblarda yozilmagan edi. Ularni hech qaysi bir iqtisodchi bashorat qila olmagan edi. Agar siz faqat o'tmishda bo'lgan inqirozga tayyor bo'lsangiz, siz faqat o'sha inqirozdan omon qolasiz. Lekin kelajakdagi inqiroz o'tmishdagiga o'xshamaydi. U kutilmagan bo'ladi. O'zbekistonda ham ko'plab tadbirkorlar bizning sohada 20 yildan beri hamma narsa bir xil, hech narsa o'zgarmaydi deyshadi. Aynan mana shu xotirjamlik eng katta xavfning boshlanishidir. Biz tarixdagi eng yomon voqeani, masalan 1929-yildagi buyuk depressiya, kelajakdagi xarakterlarimizning yuqori chegarasi deb qabul qilamiz. Lekin o'sha eng yomon voqea ham o'z vaqtida kutilmagan va misli ko'rilmagan edi. Demak, kelajakda sodir bo'ladigan eng yomon voqea ham o'tmishdagi har qanday ko'rsatkichdan o'zib ketishi mumkin. Agar sizning strategiyangiz faqat o'tmishdagi eng yomon vaziyatda sinmaydigan qilib tuzilgan bo'lsa, siz kelajakdagi kutilmagan surprizga dosh bera olmasligingiz mumkin. Dunyodagi eng buyuk investitsiya o'qituvchisi bo'lgan Graham o'z kitobining har bir yangi nashrida eski formulani o'chirib yangilarini qo'shgan. U tan olgan, bozor o'zgardi, eski qoidalar endi foyda bermaydi. Iqtisodiyot bu matematika emas, bu insonlar to'plami. Odamlarning xulq-atvori, texnologiya va soliq qonunlari o'zgaradi. 2020-yildagi savdo prinsiplari 2026-yildagi raqamli bozorda ishlamasligi mumkin. Hozirgi raqobatda sizga o'tmishdagi mantiqiy yondashuv emas, balki kutilmagan vaziyatlarga moslashuvchanlik ko'proq yordam beradi. Tarixni bashorat qilish uchun emas, balki o'z xatolaringizni kalibrlash uchun o'rganing. Tarixdan o'rganish kerak bo'lgan eng buyuk dars bu dunyo doim bizni hayratda qoldirishidir. Siz hayotingizda qanday kutilmagan moliya surpriziga duch keldingiz? Rejangiz barbod bo'ldimi yoki zaxirangiz bormidi? Izohlarda yozing. Bu boshqalarga ham dars bo'ladi. Tasavvur qiling, siz daryo bo'yida baliq tutyapsiz. Yoningizga bir kishi keldi va suvga to'r tashladi. Bir zumda 10 ta baliq qoldi. Siz ham darhol qarmoqni tashlab to'r qidirishga tushasiz. Lekin siz bitta narsani bilmaysiz. U kishi restoran egasi va unga bugun 100 ta baliq kerak. Siz esa shunchaki oilangiz bilan kechki ovqat qilmoqchisiz. Moliya olamidagi eng katta xato o'z ehtiyojingizni unutib boshqalarning to'riga qarab ish tutishdir. Nega biz ijtimoiy tarmoqlarda kimningdir kriptovalyutadan boyib ketganini ko'rsak, darhol bor pulimizni tikamiz. Chunki biz uning qaysi o'yinni o'ynayotganini tushunmaymiz. Bir mahallada bitta uy sotilyapti.
uni ko'rishga ikki xil odam keldi. Birinchi odam u uyda 25 yil yashamoqchi, bolalarini shu yerda katta qilmoqchi. Uning uchun uyning narxi biroz baland bo'lsa ham 25 yillik baxt uchun bu arzon. Ikkinchi odam uyni bugun olib 2 oydan keyin remont qilib sotmoqchi. Uning uchun har bir dollar hisobli. Agar birinchi odam uyni narxi tushib ketadi, kutish kerak degan maslahatga kirsa, u o'zining 25 yillik tinchligini yo'qotishi mumkin. Har bir aktivning narxi sizning vaqt gorizontingizga bog'liq. Siz necha yilga sarmoya qilyapsiz? Boylik bu ko'p pul topish emas, bu boshqalarning o'yiniga aralashmasdan o'z marrangizga yetib borishdir. Tasavvur qiling, siz qalin o'rmonda ketyapsiz. To'satdan butalar orasidan shivirlagan ovoz eshitildi. Miya qanday reaksiya beradi? Siz voy, bu yerda chiroyli gul ochilgan bo'lsa kerak deb o'ylamaysiz. Aksincha, tanangiz darhol adrenalin darajasini ko'taradi va siz eng yomon ssenariyga, yirtqich hayvon yoki ilon hujumiga tayyorlanasiz. Nega shunday? Chunki inson miyasi tilla tangani ko'rgandan ko'ra xavfni payqaganda 10 barobar tezroq reaksiya berishga moslashgan. Agar siz tilla tangani boy bersangiz, och qolasiz, lekin tirik qolasiz. Agar siz ilonni payqamasangiz, o'lasiz. Pessimizm bizning qonimizda bor. U bizning omon qolish instinktimizdir. Lekin moliya olamida bu instinkt bizni qutqarish o'rniga boylikdan mahrum qiladigan eng katta tuzoqqa aylanadi. Bugun biz Morgan Houselning Pul psixologiyasi kitobidagi eng qiziqarli boblardan biri pessimizm jozibasi haqida gaplashamiz. Nega biz yomon xabarlarga achchiq haqiqat, yaxshi xabarlarga esa shirin yolg'on deb qaraymiz? Nega pessimistlar bizga aqlliroq ko'rinadi? Keling, ushbu psixologik jumboqni birgalikda yechamiz. Agar siz kimgadir hammasi yaxshi bo'ladi, iqtisodiyot o'sadi, siz boyib ketasiz desangiz, u kishi sizga shubha bilan qaraydi. U sizni yo haddan tashqari sodda yoki o'z mahsulotini o'tkazmoqchi bo'lgan firibgar sotuvchi deb o'ylaydi. Chunki optimizm reklama roligiga o'xshaydi. Lekin agar men hozir sizga tayyor turing, kelasi yil dunyo iqtisodiyoti chuqur inqirozga uchraydi, ishsizlik ko'payadi va siz bor pulingizdan ayrilasiz desam, siz ovqatingizni ham chetga surib, meni diqqat bilan eshitishni boshlaysiz. Siz meni aqlli, xavfni oldindan ko'ra oladigan professional deb hurmat qilasiz. Pessimizm intellektual jozibaga ega. U go'yoki sizga yordam bermoqchi bo'lgan qutqaruvchining ogohlantirishidek yangraydi. Moliyaviy maslahatchilar orasida shunday hazil bor. Agar mijozga bozor o'sadi desangiz, u sizni yana bir optimist deydi. Agar bozor qulaydi desangiz, u sizdan qachon deb so'raydi va sizga ko'proq pul to'lashga tayyor bo'ladi. Pessimistlar bizning eng zaif nuqtamizga, qo'rquvimizga teginishadi. Biz qo'rqqanimizda mantiqiy fikrlashni to'xtatamiz va achchiq haqiqatni aytayotgan har qanday odamni daho deb bilamiz. Lekin tarix shuni ko'rsatadiki, doimiy pessimistlar aqlli ko'rinishlari mumkin, lekin ular deyarli hech qachon boyib ketishmaydi, chunki boylik yaratish uchun optimizm, ya'ni ishonch kerak bo'ladi. Nega biz yomonlikni darhol payqaymiz, yaxshilikni esa sezmaymiz? Buni Morgan Housel samolyot halokati misolida juda zo'r tushuntiradi. Dunyo bo'ylab har kuni 100 minglab samolyotlar eson-omon qo'nadi. Millionlab insonlar o'z manziliga yetib borishadi, lekin hech bir gazeta bugun ham hamma samolyotlar xavfsiz qo'ndi deb sarlavha chiqarmaydi. Bu yangilik emas, bu zerikarli. Lekin bitta samolyot halokatga uchrasa, bu butun dunyo telekanallarida shok xabar bo'ladi. Taraqqiyot ham shunday. U shunchalik sekin va zerikarli sodir bo'ladiki, biz uni har kuni kuzata olmaymiz. Masalan, insoniyat saraton kasalligiga qarshi kurashda har kuni kichik qadamlar tashlamoqda. Har yili davolash foizi 0.1% ga yaxshilanmoqda. 10 yildan keyin orqaga qarasangiz, ulkan taraqqiyotni ko'rasiz, lekin bugun kechqurun yangiliklarda bu haqda hech narsa aytilmaydi. Vayrongarchilik va inqiroz esa chaqmoqqa o'xshaydi. Ulkan eman daraxti o'sish uchun 50 yil kerak, lekin bitta chaqmoq uni 1 soatda yo'q qilishi mumkin. Moliya bozorida ham boylik yillar davomida sentma-sent yig'iladi, lekin bozorning qulashi bir necha kunda sodir bo'ladi. Shuning uchun biz pessimistlarni ko'proq eshitamiz, chunki ularning bashoratlari tez va shov-shuvli sodir bo'ladi. Biz esa daraxtning o'sishini emas, uning qulashini ko'rishga o'rganib qolganmiz. 19-asrda taniqli olim Thomas Malthus shunday bashorat qilgan edi. Dunyo aholisi geometrik progressiya bilan o'sib boryapti, lekin oziq-ovqat ishlab chiqarish arifmetik ravishda o'syapti. Yaqin orada dunyoda ommaviy ochlik boshlanadi va insoniyat qirilib ketadi. U o'z davrining eng aqlli pessimisti edi va uning hisob-kitoblari matematik jihatdan to'g'ri edi. Lekin Malthus bitta narsani ko'ra olmadi. U insoniyatning yangi texnologiyalari, o'g'itlar va qishloq xo'jaligi mashinalarining ixtiro qilinishini tushunmadi. Muammo paydo bo'lganda insoniyat shunchaki o'lishni kutib o'tirmadi. Biz muammoga moslashdik va uni yechdik. Bugun ham shunday.
Pessimistlar neft tugaydi, energiya narxi oshadi, hamma narsa to'xtaydi deyishadi. Ha, narx o'sishi muammo, lekin narx o'sishi bir vaqtning o'zida tadbirkorlar uchun imkoniyatdir. Narx qancha baland bo'lsa, aqlli insonlar yangi energiya manbalarini, quyosh panellarini va elektr dvigatellarini yaratish uchun shunchalik ko'p mehnat qilishadi. Xo'sh, agar siz pessimistlarga ishonsangiz nima bo'ladi? Bu sizga qanchaga tushadi? Tarix shuni ko'rsatadiki, aksiyalar bozori uzoq muddatda har doim o'sgan, lekin bu yo'lda o'nlab urushlar, yuzlab inqirozlar va minglab dunyo oxiri keldi degan bashoratlar bo'lgan. Agar siz har safar pessimizm jozibasiga uchib, bozordan pulingizni olganingizda, siz moliya olamidagi eng katta kuchdan, murakkab foiz kuchidan mahrum bo'lar edingiz. Pessimizm bu qisqa masofada g'olib bo'lish, lekin marafonda mag'lub bo'lishdir. Moliya olamida esa haqiqiy boylik faqat marafonchilar uchun mo'ljallangan. Siz ko'proq kimga ishonasiz? Qat'iy va aqlli ko'ringan pessimistlargami yoki sabrli optimistlargami? O'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu kabi kitob tahlillari sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoni yaqinlaringizga ulashing. Oxirgi bob. Tasavvur qiling, siz 18 ta bob davomida ulkan va hashamatli bir saroy quryapsiz. Siz poydevor qo'ydingiz, mustahkam devor tikladingiz, murakkab tom yopdingiz va ichki bezaklarini bitkazdingiz. Lekin bu saroyda yashash uchun bitta narsa yetishmayapti. Bu kalit. Kalit bo'lmasa saroy shunchaki o'lik bino bo'lib qoladi. Bugun biz Morgan Houselning Pul psixologiyasi kitobining oxirgi 19-bobiga yetib keldik. Bu bob siz o'rgangan barcha darslarni birlashtiruvchi, ularni mazmunli qiluvchi yakuniy kalitdir. Ushbu kitob bo'ylab siz pul faqat matematika emas, balki psixologiya ekanligini o'rgandik. Biz hasad, qo'rquv, pessimizm va vaqt haqida gaplashdik. Endi esa bularning barchasini bitta tizimga jamlash va amaliyotda qanday qo'llashni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, boylikning yakuniy xulosalariga sho'ng'iymiz. Morgan Houselning birinchi va eng muhim xulosasi bu kamtarlik. U aytadiki, hamma narsa siz o'ylaganchalik yaxshi ham emas, hamma narsa siz qo'rqqanchalik yomon ham emas. Dunyo juda murakkab va unda omad va xavf doim yonma-yondir. Shuning uchun muvaffaqiyatga erishganingizda bu faqat sizni daholigingiz emasligini, omadning ham hissasi borligini tan oling. Shunda omad sizdan yuz o'girganda siz o'zingizni kechira olasiz va qayta oyoqqa tura olasiz. Boylik haqida gap ketganda bitta oltin qoidani eslab qoling. Boylik bu siz ko'rmaydigan narsadir. Pulni boshqarishning eng professional usuli nima? Murakkab formulalarmi, Excel jadvallarimi? Yo'q. Morgan Housel aytadiki, pulni boshqarishning eng yaxshi usuli bu kechasi xotirjam uxlashingizga yordam beradigan usuldir. Ba'zi odamlar yuqori riskli investitsiyalardan zavq olishadi va bozordagi tushishlar paytida ham tinch uxlashadi. Boshqalar esa bankdagi omonatining 1% kamayishiga chidash olmaydi va dahshatga tushishadi. Matematik jihatdan yuqori risk ko'proq foyda keltirishi mumkin, lekin agar u sizni uyqudan va sog'liqdan ayirsa, bu investitsiya siz uchun yutqizishdir. Agar siz pul psixologiyasidan faqat bitta darsni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, u mana shu dars bo'lsin. Vaqt moliya olamidagi eng qudratli kuchdir. Investitsiyada siz qanchalik aqlli ekanligingiz emas, bozorda qancha vaqt qolishingiz muhimroq. Wall Streetdagi eng daho investorlar ham o'z boyligining 90% dan ortig'ini 50 yoshidan keyin to'plashgan. Buning siri murakkab foiz kuchidir. Murakkab foiz bu xuddi qor to'pi kabi. Uni tepalikdan pastga qarab itarsangiz, u boshida juda sekin o'sadi, lekin ma'lum bir nuqtadan keyin uning hajmi va tezligi tasavvur qilib bo'lmas darajada kattalashadi. Videomiz va butun kitob tahlili yakunida shuni aytmoqchimanki, pul bu hamma narsa emas. Pul bu sizning o'zingiz xohlagan vaqtda, o'zingiz xohlagan insonlar bilan, o'zingiz xohlagan ishni qilish imkonini beruvchi vositadir. Morgan Housel aytganidek, siz pulni hamma narsa sotib olish uchun ishlatishingiz mumkin, lekin eng qimmatli narsa bu sizning o'z vaqtingiz ustidan nazoratingizdir. Boylik bu erkinlikdir. Agar sizning millionlaringiz bo'lsa-yu, lekin siz hali ham hasad, qo'rquv va nafs quli bo'lsangiz, siz aslida qashshoqsiz. Haqiqiy muvaffaqiyat bu moliyaviy mustaqillik bilan birga ichki xotirjamlikka erishishdir. Bugun biz Pul psixologiyasi kitobini yakunladik. Umid qilamanki, bu 19 bob sizning pul bilan bo'lgan munosabatlaringizni butunlay o'zgartirdi. Esingizda bo'lsin,
Boy bo'lish bu aqlli ko'rinish emas. Bu o'zingizni boshqarish va to'g'ri o'yin o'ynashdir. Ushbu kitobdagi 19 ta dars ichida siz uchun eng muhimi va hayotingizni o'zgartirgan dars qaysi bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu kabi turkum tahlillarimiz davom etishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda biz boshqa bestseller kitoblar bilan shaxsiy rivojlanish yo'lingizni yoritishda davom etamiz. O'z boylik daraxtingizni parvarish qilishda charchamang. Biz bilan qoling.